Assalomu alaykum yaqinlar. Arab tilidagi harflarni o'rganishda davom etamiz va arab tilidagi harflarimizni kelgan harfimiz bu vov harfi hisoblanadi. Vov harfi shaklan o'zbek tilidagi 9 soniga o'xshab ketadi. Faqat satr chizig'i ustida uni ko'z qismi va dumchasi satr pastiga yoziladi. Va vov harfi talaffuz jihatidan o'zbek tilidagi v tovushiga o'xshamaydi. Ya'ni v tovushi bilan muqobil emas, ko'pchiliklar adashtiradi. Vov harfi bilan o'zbek tilidagi v tovushidagi farq juda ham katta. Arab tilidagi vov tovushi va, vi, u, ya'ni lablar oldinga cho'chchaygan holatda talaffuz qilinadi. Uni sukunli holatda talaffuz qiladigan bo'lsa, yana ham bu ravshanroq ko'rinadi. Au, au, iu, u, au. Lablar oldinga cho'chchayishi orqali talaffuz qilinadi. Masalan, so'zda misoli, ba'zi birlar vassama o'qiydi. Vassamai. Bu narsa noto'g'ri. Vassamai. Was, va. Lablar oldinga chiqadi. Vassama, vadduha va shunga o'xshash talaffuzda lablar oldinga cho'chchayishi juda muhim ahamiyatga ega. Vov harfimiz ham makhraj jihatdan lablar cho'chchayishi va lablarni oldinga iloji boricha ko'proq chiqishi orqali talaffuz qilinadi. Sifatlariga to'xtaladigan bo'lsak, vov harfimiz ham istifola, ya'ni ingichka o'qiladigan harflar sirasiga kiradi va undan tashqari vov harfimiz jahr, ya'ni havosiz, lekin lablar cho'chchaygani sababli ozgina havo chiqadi va u lekin hams sifatini bermaydi va u jahr sifati hisoblanadi. Va uchinchi sifati vov harfimizda rohova, ya'ni harfni sukunli holatda ko'proq, ya'ni ushlab turish, 3 daraja ushlab turish hisoblanadi. Au, iu, u shaklida ushlab turish hisoblanadi.